Hurmatli obunachilar, ixchamgina, puli yengilroq, remontlar tayyor bo'lsin deganlar ham ajoyib kotejlar qilib qo'ydik. Mana old fasadlari, kanallarni ham chiroyli qilib qo'ygan, kanallarni. Akkuratno qilib zelen zona ham qilib qo'yilgan ekan. Gazol ekib qo'ysangiz ham bo'ladi. 5 tonnali hovuzimiz. Darvozani ham ko'rsatdim, mashina bemalol kirib, mashinani qo'yib, ixchamgina kvartira puli ham qidirib yurganlar ham kvartiradan yaxshi anchagina kreditga qilib olsangiz ham bo'ladi. Kirishimizda mana katta koridor ham kattagina bunday qisir emas. Asosiy mana patolog bilan baland qilib qo'ygan ekanlar. O'ng tarafimizga mehmonxonamiz ham hammasi pod ключ, televizorlarcha, shkafchalarni hammasi akkuratno qilib qo'ygan ekan. O'zimga ham havas ketdi shkafdan. Oshxonamiz ham hammasi pod ключ qilib taxlab qo'yilgan. Xo'p, umumiy sanuzel o'rni kafil qilib qo'yilgan, qara. Bitta spalni o'zini balkonga chiqargan romlari ham bor. Bu yerda katta yotoqxona, retga qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Avoydan yaxshisidan qo'ygan ekan, rahmat. Bu yerda katta xona. Tarafga avoydan chiroyli qilib qo'yilgan. Eshik romlari ham katta qo'yilgan ekan, chiroyli ketadi-da. Ichida uzorchalar qo'yilgan. Plafonlar, derazalar ham katta-da, chiroyli bo'ladi-da uy ichida. Sanuzillari ham bor ekan tashqariga. Bu esa kotejimiz 2 ga joylashgan, 4 xonadan iborat, polностью yevro remontlar qilingan, narxi 700 bilan stavka to'lanadi. Kredit olasizmi, 2 ramcha olasizmi? Real 0 ga real qilib berib, pastga bemalol qilaveradi.